xitoyliklar kirib kelyapti. Kirib kelishi plyus taraflar va minus taraflar haqida gaplashaylik. Ya'ni O'zbekiston uchun, tadbirkorlarimiz uchun, xalq uchun nima plyus taraflari bor va qanday oqibatlari bor, qanday zararli tomonlari bo'lishi mumkin. O'zi aslida mana oxirgi paytlar Xitoylar kirib kelyapti yoki kirib keldi, nima qilamiz, biznesimiz endi o'ladimi, yurmaydimi, boshqa deb, masalan, sartaroshlar ham qayg'urayotganini ko'ryapmiz-da yoki oshxona egalarini qayg'urayotganini ko'ryapmiz-da. Oldin bilish kerak, ya'ni Xitoylar kirib kelib qaysi sohalarga kiradi va hech bo'lmaganda qaysi sohalarga kirishni bilmasak ham biz faoliyat ko'rsatayotgan sohaga ta'sir qiladimi yo bu imkoniyatmi deb ko'rish kerak. Masalan, men uchun oshxona biznesi, sartaroshlik biznesidagilarga yoki masalan uchebni sentr biznesidagilariga bu imkoniyat. Misol deylik, siz imkoniyat deyotgan bo'lgan narsangiz, misol deylik. Masalan, milliy taomlar bo'yicha siz oshxonada yaxshisiz, lekin boya aytganingizdek 2024-yilda 500 mingdan xitoylik kirib keladi deyapti. Tayyor klient. Ular o'zbek oshxonasini uncha yomaydi, yog'li yomaydi, bizdaqa kuchli ovqatlar yomaydi. Sizning milliy taom oshxonangiz bor. Ya'ni oshxona bo'yicha tizimni bilasiz, qura olasiz, boshqa qilasiz. Nimaga qilmaslik kerak? Bitta Xitoy oshxona. Zo'r bitta xitoylik oshxona qilib qo'yadi. Bu imkoniyat demoqchiman-da, ya'ni. Voy, ertaga xitoylar endi kelib meni biznesimni olib qo'yamikin? Xitoylar o'zlari oshxonalar qilib o'zbeklar mana oshxonaga kirmay qoladimikin deb hozirgi hammadan kelayotgan informatsiyani olmaslik kerak-da. Ya bu xitoylikmi? Bo'ldi, men xitoylik, meni klientim. Yoki sartaroshxona. Men bugun e'tibor berdim, sartaroshxonalarning o'zi dunyo bo'yicha standart belgisi bor arimda, aylanib turadigan. Ko'k, qizil, mana fonus ichida aylanib turadigan belgisi bor. Amerikada ham bor, Xitoyda ham bor. Biz sartaroshxonada ko'rmadim, endi bitta ikkita ko'rdim, qatladadir. Ya'ni oddiy mana shu narsani qo'yib qo'yish ham xitoylik sochini oldiradi-yu baribir. U go'zallik saloni degan o'qishni bilmaydi. Qancha anu narsani qo'yib qo'ysa, kiradi klientda unga.